savdo sotiqda, tijoratda sherik bilan kelishmay qoldik. Yoki klient bilan sotuvchi o'rtasida muammo bo'lib qoldi. O'shuning uchun aytayapmiz-da, siz uchun bu dunyodagi hamma narsadan ko'ra Alloh taolo va uning hukmi, uning dini aziz bo'lsa, shunda Alloh sizni qo'llaydi. Siz shariy hukm bilan ishingizni hal qildingiz, hech narsa tegmadi sizga. Siz yutdingiz. Siz yutdingiz. Faqat ozgina vaqt kerak edi uni tushunishingiz uchun. Agar Alloh va Rasulini tanlasa va Alloh va Rasuli hamma narsadan unga sevimliroq bo'lsa, demak bu odam iymonning nima ekanligini tushunibdi, iymon halovatini totibdi. Bir masalasini so'rab kelgan edi, sherik bilan o'rtasida pul muomalasi bor ekan, aytayaptiki, domla deyapti. Muhimi Alloh aytgandaqa bo'lsin deyapti. Muhimi shariatdan chiqmaylik. Kimga o'tib ketishligi muhim